Kimga gapirib bersam ishonmayapti. Mana xoling oldimda o'tiribdilar. Mana mana xolingga kara yodlab berish bor-ku, Westminsterga imtihon osonroq bo'lardi-da, xolingga kara. Xudodanchi bilet mana bunaqa narsani so'raydi. iPhone 17, ana chiroyli duolar so'raydi-ku. Men Xudodan borku, ilohim opalarim nasrinasi yaxshi bo'lsin deb so'raganman-da. Ana yig'layotgan paytingda borku, yut degan gapni eshitganmisan? Sen eshitmagansan, hech qachon aytmaganman. Menga opalarim olib yuttirdi, oshqozonimni ko'z yosh turib qolardi, bilasan? Yut deganda oshqozonimni ko'z yosh turib qolardi. Shu narsalar, mana guvohman, so'ra. Hech qanaqa travma ham bo'lmabdi, hech qanaqa nima. Mana masalan, mana oldimda ikkita bolam bor, biron marta urmanman ikkita bolam. Yoshligida shuncha opalardan aziyat chekib. Bu opa degan so'zni nimaga kerakligini bilmasdim yoshligimda. Katta bo'lgandan keyin bildim, mayli, yaxshi, jigar kerak ekan. Lekin hayron qolardim, ota-onam nimaga tuqqan ekan, bu vahshiy insonlar derdim. Bularda yana dress code bor, o'rtoqlar bilan gaplashishadi. Bugun maktabga nima kiysan? Bunaqa bazo'ga kiyim kiy, mana bardo'ga kiyim kiyaman. Voy, biza borku, opam aytadilar, kiyim kiy, qilsang qora lekin derdilar. Bir kun ana ko'chaga chiqqanman, ko'pda aylanib oshqozonimga kiyib hushimdan ketib qoldim. Uyg'onganimda yiqilgan hushimdan ketganimda emas, kiyim kirib bo'lganda yig'laganman-da. Opalarimga nima deb javob beraman? Siz hozirgi yoshda yashab bersa bo'ldi deb, bularga magazinga chiqib ketgan degan so'z, bularga ana oliy jazo berilyapti-da, jazo. Bizga magazinga chiqib ketgan so'z mazza edi. Hachab o'sha paytda o'zingni o'zing yolg'iz qolasan, orzular qilishga haqlisan deb o'ylarding-da o'zingni. O'zbekskiy tarbiya bo'lganda. O'zbekskiy men yomon bo'lmadik, hammamiz uyli, joyli, bola chaqali, to'g'rimi? Hech qanaqa travma, hech qanaqa nima desamga, balog'at yoshi, hech qanaqa unaqa narsalar bo'lmabdi. Tuppa tuzu, hech kim ko'nglimizga deb qaramabdi. Hamma ko'nglingga xotirjam shu degan